yangi iPhone Air. Bu uncha-munchaga qayilib ketmaydi va sinib ketmaydi. Apple tomonidan maxsus apparatlar yordamida buni bunaqasiga test qilib ko'rishdi. Uncha-munchaga singani yo'q. Bir qarashingizda bu nozik deb o'ylaysiz. Men ham shunaqa deb o'ylagan edim boshida, lekin baquvvat ekan. Haqiqatan. Men roliklarni ko'rib ishondim shu narsaga. Buni bitta dona kamerasiga bo'lishiga qaramasdan 48 megapiksel asosiy kamerasi. Xo'p, videoda 4K 60 fps videoga tushira olasiz va buni optik zoom 2x bor va 1x, 2x, 0.5x yo'q va sifrovoy zoom 6x gacha yaqinlashtirsangiz bo'ladi video rejimda va foto rejimda ham xuddi shunaqa 1x va optik 2x bor. Unda sifrovoy zoomda siz 10x gacha yaqinlashtira olasiz. 17 Pro Max da bor funksiya bunda ham bor. Ya'ni двойной kamera, ya'ni o'zingizni ham va oldingizda bo'lib turgan kadrni ham videoga tushira olasiz bir vaqtda o'zida va o'zingiz emotsiyangiz bilan bo'lisha olasiz. iPhone Air'da 4K 60 fps da videoga tushiryapman. 1x da asosiy kamerasida 48 megapiksel va buni optik zoom 2x ham bor. Hozir 2x ni tekshirib ko'ramiz. Mana 2x. Bo'ldi, boshqa optik zoomlari yo'q. Faqatgina bu yog'iga sifrovoy zoom qila olamiz 6x gacha. Yani 6x gacha yaqinlashtiryapman. Va yana 1x ga qaytyapman. Sifatiga bitta baho berib qo'yinglar va ovoz yozishlariga ham bitta baho berib qo'yinglar va buni yana bitta plyus tomoni bor. Audio mix degan funksiyasi bor. Xuddi iPhone 16 kabi va iPhone 17 Pro'larda bor funksiya bunda ham bor. Ya'ni ovozni tozalasangiz bo'ladi. Ya'ni shovqinlarni tozalasangiz bo'ladi.